Bu yo'l Germaniyaga viza olishda eng oson yo'li. Vizani chiqish ehtimolligi 80-90% dan baland hisoblanadi. Sizdan talab qilinadigan hujjatlar ham minimal darajada hisoblanadi. Hujjatlaringiz to'g'ri taxlangan bo'lsa, bu yo'l bilan viza olishdan osoni yo'q Germaniyaga. Termini ham juda tez kunlarda keladi. Vizani chiqish vaqti ham juda tez. Mana endi qiziqib qoldingiz-a? Agarda siz bu yo'lda qaysi yo'lligini bilmoqchi bo'lsangiz, shu videoni oxirigacha ko'ring. Hozir like, podpiska, kommentariy yozib qo'yamiz. Videoni ko'rib bo'lgandan keyin ham uzunroq 5-6 ta so'zdan iborat kommentariy yozamiz. Sizlar bilan Alma-Vizum kompaniyasi vizalar bo'yicha yetakchi mutaxassisi G'anishir Sagdullayev. Bu qaysi yo'l? Hamma o'ylab qolgandir, qanaqa oson yo'l bor ekan deb. Bu eng oson, eng tez va eng ishonchli yo'l hisoblanadi. Bu vizaning nomi Fachkraft vizasi. Bu viza Germaniya davlatining eng asosiy ishchi vizasi hisoblanadi. Fachkraft vizasi hozir hamma o'ylayotgan bo'lishi mumkindir. Fachkraft qiyin, men 1 yildan beri kutyapman, 2 yildan beri kutyapman, terminda 6 oy kutyapman, 7 oy kutyapman, 1,5 yil oldin terminga hujjat topshirib qo'ygandim-ku. O'rtoqlar, sabr qilamiz. Fachkraft vizasini men sizlarga tushuntirib beraman. Menga Fachkraft отказ bo'ldi-yu, nimaga sizga отказ bo'ldi Fachkraft? Hammasini hozir shu videoda men tushuntirib berib o'tib ketaman. Eng birinchi navbatda endi Fachkraft vizasi nimaligini sizlarga aytib o'taman. Fachkraft vizasi bu sizni Germaniyaga mutaxassis sifatida kelishingizni yo'li hisoblanadi. Mutaxassislar uchun ishchi viza. Fachkraft bu mutaxassislar uchun ishchi viza. Fachkraft so'zining ma'nosi ham mutaxassis degani. Agarda siz birorta sohada mutaxassis bo'lsangizgina bu vizani qo'lga kirita olasiz. Endi bu vizaning ham bir nechta turlari bor, paragraflari bor. Eng birinchisi, eng osoni, даже til sertifikati talab qilmaydigan yo'nalishi bu sizda oliy ma'lumotli diplomingiz bo'lsa, sizda til talab qilinmaydi. Til talab qilinmaydi degani nima degani? Til sertifikati talab qilinmaydi. Nemis tili sizdan talab qilinadi, ish beruvchingiz talab qilishi mumkin. Lekin ish beruvchingizga masalan faqat angliyazichni ishchi kerak bo'lsa, bu holatda sizdan til sertifikati talab qilinmaydi. Agarda siz faqat akademik oliy ma'lumotga ega bo'lsangiz, bakalavr yoki magistr universitet yoki institutda o'qigan bo'lsangiz, diplomingiz albatta Germaniyada tan olinishi kerak, SAP yoki ANABIN. Agarda sizning universitetingiz ANABINdan chiqmasa yoki H+ minus turgan bo'lsa yoki sizda masalan universitetingiz H+ turib sizda yo'nalishingiz chiqmasa ANABINdan, siz albatta SAP qildirishingiz shart. Keyingi holati bizga masalan mana ko'pchilik murojaat qiladi-da, aka menimda hamma SAP ham bor edi, boshqasi ham bor edi, hamma hujjatim bor edi, ishchi shartnoma ham bor edi, lekin menga Fachkraft bermadi deb. Keyin men unga aytaman, siz menga mehnat shartnomangizni tashab bering, men sizga tekshirib beraman. Mehnat shartnomasi shunday tashiydi, ko'rsangiz unga Fachkraft yo'nalishi bo'yicha mutaxassislik yozilmagan. Sizda masalan diplomingiz injener diplomi bo'lib turib, siz boshqa texnik sohalarga ham masalan Heizung, отопление o'rnatish, santexnika, elektriklikka kelsangiz bo'ladi agar ish qo'lingizdan kelsa. Biror любой texnik sohani oliy ma'lumotli diplom bilan siz boshqa sohaga ishga kelsangiz bo'ladi. Oliy ma'lumotli bo'lsangiz faqat til talab qilinmaydi. Elchixona tomonidan til talab qilinmaydi. Ish beruvchingiz tilni talab qilishi mumkin. Shuni jihatiga e'tibor beringlar-da. Agarda sizga o'sha sizga bergan kompaniya, shartnoma bergan kompaniya sizni Fachkraft, ya'ni mutaxassis sifatida ishga olayotgan bo'lsagina sizga viza chiqadi. Agarda shartnomangizda sizda yordamchi Bauhelfer, balobattar, santexnik yordamchisi, elektrik yordamchisi deb sizga shartnoma bergan bo'lsa, povar yordamchisi qilib shartnoma bergan bo'lsa, sizga viza chiqmaydi. Chunki Fachkraftni olish uchun sizda mantiq yo'q. Asos yo'q sizda Fachkraft vizasini olish uchun. Fachkraft vizasi bu aynan mutaxassislar vizasi. Endi ikkinchi turi
Ikkinchi turi, buni yana bir asosiy turi, kollej diplom bilan, professional diplom bilan fahkraftga kelish. 18A paragraf hisoblanadi bu. Kollej diplomingiz bilan ham siz kelishingiz mumkin Germaniyaga, faqat u ham Germaniyada tan olingan bo'lishi shart, akalar. Tan olinmagan diplomga sizga hech qachon fahkraft vizasi bermaydi. Lekin buni yana bir katta talabi bor. B1 sertifikat minimum sizda qo'lingizda bo'lishi shart. B1 sertifikat, tan olingan diplom, kollej diplomi. Men hozir meditsina sohalarini aytmayapman, meditsina sohalariga sal keyinroq to'xtalib o'tamiz. Ularning yo'li umuman boshqacha. Ularga ham to'xtalib o'tamiz, ozgina to'xtalib o'tamiz, chunki ular haqida katta videomiz bor. Endi yana bir tomoni bor. Kollej professional diplomingiz bilan siz faqatgina o'sha o'zingizning diplomingizga yozilgan mutaxassislik bo'yicha ishchi shartnoma olishingiz kerak. Universitet diplomlar, mana universitet degani o'zi universal so'zidan kelib chiqqan bo'ladi. O'sha universitetdagi diplomlar bilan siz masalan boshqa yaqin yo'nalishlarga ham ishga kelishingiz mumkin bo'lsa, lekin kollej diplomi bilan faqatgina o'sha kollej diplomingizga yozilgan yo'nalishdagi bilan kelishingiz mumkin. Kollej diplomlarida qanaqasi tan olinadi? Germaniyada qonun bo'yicha siz kamida 2 yillik professional ta'limga ega bo'lishingiz kerak. U monomarkazda o'qigan 3 oylik diplomingiz o'tmaydi bu yo'lda. Umuman o'tmaydi fahkraft olishga. Qo'shimcha sifatida masalan sizda masalan oliy ma'lumotli diplomingiz bo'lib turib, siz boshqa sohaga, umuman boshqa sohaga ishga kelmoqchi bo'lsangiz, o'sha sertifikat diplomlaringiz 3 oyliklari ham sizga foyda bersa, bu holatda umuman ishlamaydi. To'g'ri, shu narsalar Germaniyada ham chotki yozilgan qonunlar bor. Ko'pchilik masalan aytadi, menga savol beradi, aka, men diplom tan olinadi. Men sizni diplomingizni, har qanaqa diplomni Germaniyani diplomlarni tan oldirish idorasi bilan SAP deydi o'shani, o'shanga jo'natmagunimizcha men u narsani bilmayman. Hech kim javob bera olmaydi. Plus bu narsa Germaniyani Bundeslandiga ham qaraydi. Bitta Bundeslandda tan olinmagan diplom ikkinchi Bundeslandda tan olinishi mumkin. Ishchi shartnomalaringga ahamiyat beringlar. Ikkita holatda ham sizda ishchi shartnomangiz shunaqangi bir-biriga mos kelishi kerak, mantiq bo'lishi kerak. O'shaning uchun sizga vizalar bo'yicha maslahatchi kerak bo'ladi. Agar siz vizalar bo'yicha maslahat olmoqchi bo'lsangiz, bizga Telegram kanalimizga, mana Mamyutga hozir chiqadi. O'shanga o'tib bemalol maslahatga yozilishingiz mumkin. Maslahatga yozilasiz, biz maslahat beramiz. Agarda shunchaki savolingizni yozib qo'ysangiz, navbat bilan javob beriladi. Hozirgi kunda 2 haftadan 1 oygacha vaqt olyapti navbat bilan javob berishimiz. Bizga faqat qaysi masalalarda agar siz LKV haydovchisi bo'lsangiz, ishga kelmoqchi bo'lsangiz, bemalol kelishingiz mumkin. Va fahkraft yana bitta turi. Bu soddalashtirilgan tartibda LKV haydovchilari, ya'ni fura haydovchilari uchun chiqarilgan turi hisoblanadi. Bu 19-24 paragrafda qo'shimchalisi bilan. Bular ham fahkraft hisoblanadi. Chunki LKV haydovchisi, fura haydovchisi ham mutaxassis Germaniyada. Bizda O'zbekistonda ham professional haydovchi deydi-ku ularda. Professional haydovchilar bular mutaxassislar hisoblanadi. Bu agarda siz Germaniyada LKV haydovchi sifatida ishlamoqchi bo'lsangiz, fura haydashni xohlasangiz, bizga murojaat qiling. Biz orqali Germaniya kompaniyalariga kelib ishlashingiz mumkin. Boshqa vakansiyalarimizni ham hammasini Telegram kanalimizda biz har doim qo'yib boramiz. Bizga oid bo'lmagan vakansiyalarni, bizda masalan tanish kompaniyalarning vakansiyalarni ham biz orqali biz to'g'ridan-to'g'ri ish beruvchiga hujjat topshirishingiz mumkin bo'lgan vakansiyalarni ham biz joylab boryapmiz. Yana bitta yangilik. Hozir men reklama aytayotgan paytimizda aytib o'tib ketaylik. Yana bitta yangilik. Biz Alman Building o'quv platformasini Telegramga joylashtirdik. Bemalol o'qishingiz mumkin. Endi sizlarga Telegramga joylashtirganligimiz uchun biz aksiya e'lon qilyapmiz. Endi A1 dan B1 gacha o'qishingiz, Telegramda o'qishingiz, Telegram orqali o'qishingiz atiga 300-350 ming so'mni tashkil qiladi.
A1dan B1gacha 6 oyiga 300 ming so'm. Bu nima desa bo'ladi, bu sensatsiya narxda. Bu aksiyamiz 1-avgustgacha davom etadi. Kim masalan nemis tilini o'rganmoqchi bo'lsa, bemalol o'tib o'rganishi mumkin. Yana eng zo'r tomoni, bu aksiyamizda biz bittagina Germaniyadagi Sprachkurs vizasini o'ynatamiz. Siz hozir masalan sotib olsangiz, sizga kod keladi sotib olganingizdan keyin. O'sha kodingiz orqali siz lotereya o'yinida qatnashishingiz mumkin. Aksiyamizda masalan kim bizda shu mahsulotimizni sotib olganlar hammasi barchasi qatnashadi. 1-avgustgacha faqat. Kim masalan kimga yutuq chiqsa, biz Germaniyadagi uni shperkontosiga ham pulini qo'yib beramiz. Til kursisini ham o'qishini pulini to'lab beramiz va vizasini ham qilib beramiz. Bu omad. Kimga chiqib qolsa, bu faqat nemis tilini o'rganishni xohlaganlar uchun. Nemis tilini o'rganmoq, Germaniyaga kelib, bemalol nemis tilini o'rganib, agar nemis tilini yaxshi o'rganib olsangiz, Germaniyada qolishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish boshlandi kurslarimizga. Bemalol o'tinglar, joylar soni chegaralangan. Endi to'xtalib o'tamiz, yana Fachkraftning qanaqa turi bor? Fachkraft dasturchilar uchun Fachkraft vizasi bor yana. Dasturchilar uchun bunga sizga даже universitet diplomi ham shart emas. Boshqa hech nima shart emas. Siz dasturchi bo'lib, oxirgi 7 yil ichida 3 yil ishlagan bo'lsangiz bo'ldi. Bu ham Fachkraft vizasi hisoblanadi. Lekin bitta sharti bor. Siz kamida oyligingiz Germaniyada 48 ming yevro bo'lishi kerak yillik oyligingiz. O'shandagina shu viza orqali kela olasiz. Yana bitta turi Blue Card. Bu kuchli oliy toifadagi mutaxassislar uchun. Buni ham o'zini преимуществолari bor. Agar sizning yillik oyligingiz почти 60 ming yevro bo'lsa, Germaniyada Blue Card vizasi bilan kelishingiz mumkin. Bunga eng zo'r tomoni, siz 22 oy ichida Germaniyada doimiy yashash huquqiga ega bo'lasiz. Blue Cardni olganingizdan keyin xohlagan Yevropa davlatingizda bemalol ishlab yurishingiz mumkin. Sizda masalan ish joyingizni o'zgartirishingiz ham muammo emas. Hech qaysisi muammolikni tug'dirmaydi. Bu ham Fachkraft vizasining turi hisoblanadi. Yana bir Fachkraft vizasining turi sizda ish tajribangizga qarab. Sizda masalan siz ustasiz. Sizda na diplom bor, na kollej diplom bor. Hech qanaqa diplomingiz, hujjatingiz, sertifikatingiz yo'q. Lekin siz usta bo'lib O'zbekistonda ofitsialni oxirgi 7 yil ichida 5 yil ishlagansiz. Siz ham bemalol tajribangizga ko'ra ham ishga kelishingiz mumkin Germaniyaga. Bu vizani qo'lga kiritishingiz mumkin. Endi ko'rib chiqilish muddatiga keladigan bo'lsak, bu viza 4 haftadan 12 haftagacha ko'rib chiqiladi. Juda tez. Men buni asosiy ko'rib chiqilish muddati 4 haftadan 4-6 hafta hisoblanadi. 4-6 haftaning ichida 1-1,5 oy ichida Fachkraft vizasi albatta chiqadi. Lekin sizning shartnomangiz o'sha vizaga mos bo'lishi kerak, hujjatlaringiz mos bo'lishi kerak. Hozir men endi Weiterbildung, bola battari haqida gapirganim yo'q, chunki ular Fachkraft vizasiga kirmaydi. Ular qaysi paragrafda oladi? Weiterbildungdagilar 16 ani oladi asosan. U paragraflar Fachkraft turiga kirmaydi. Shuni hisobga oling. Endi doktorlarga to'xtab kelib o'tadigan bo'lsak, doktorlarimiz NFA bo'lib ishga kelishmoqchi bo'lsa, B2 sertifikat diplomda SAP orqali tan olinganligi bo'lishi shart. Bemalol kelishingiz mumkin. Bu ham muammoli joyi yo'q, bu ham Fachkraft kerak. Lekin hamshiralarimiz Fachkraft vizasi orqali O'zbekistondagi hamshiralar to'g'ridan-to'g'ri kela olishmaydi. Sababini aytaman. Sababi Germaniyaga kelishingiz uchun sizning diplomingiz to'liq emas, qisman tan olinadi. Siz adaptatsiya kurslaridan o'tishingiz shart va imtihon topshirishingiz shart. Shu sababdan hamshiralarimizning vizasi Fachkraft emas, 16D viza hisoblanadi. Bu qanaqa viza? Adaptatsiya kurslari yoki Anerkennung Partnerschaft vizasi hisoblanadi. Shu vizalar orqali kelishlari mumkin.
Bizda masalan hozir agarda yana qo'shimcha e'lonimiz, yana bir bor aytib o'taman. Siz agar fura haydovchisi bo'lsangiz bizga murojaat qiling. Ish o'rinlarimiz juda ham ko'p. Oyliklar 2,5 ming yevro nettodan boshlanadi. Kartezga tushishi 2,5 ming yevrodan dalishisi davom etadi. Hamshiralar ham murojaat qilishlaringiz mumkin. Til bilish shart. Furachilarimiz tilda qachon o'rganishadi? Bizga hujjat topshirib turib, suhbatga kirguncha imtihon teoriyalariga tayyorgarlik ko'rayotgan paytida nemis tilini ham o'rganib borishadi. Til bilmasdan bizga murojaat qilishi mumkin furachilarni. Любой ishchi bizga til bilmasdan murojaat qilishi mumkin. Lekin albatta tilni o'rganishga xohishi bo'lishi shart. Umuman til bilmasdan Germaniyaga olib kelmaymiz. Shuni e'tiborga olib qo'yasizlar deb o'ylayman. Sizlar bilan Alma Vizum kompaniyasining viza bo'yicha yetakchi mutaxassisi G'anishar Sagdullayev bo'ldi.